Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bugun tanishtirib o'tadigan местamiz kvartira. 2 xonali kvartira. Keling, tanishtirib o'tamiz. 52 kvadrat dokumentda o'zi общий maydoni 55 kvadrat chiqibdi. Giraverishimizda o'ng tarafda sanuzel, kanalizatsiya turbalari o'tib turibdi. Issiq suv suvlar keladi. O'ng tarafda xalosanlar, kuxnya klasslar, bom 3'e 4 bo'lsa kerak. 3'e 4 kuxnyasida balkon mestasi ham bor. Balkon qoldirib o'tganlar, balkon ham katta. Yaxshimi? 1 metr, 2,5 metr bor. Lokatsiyani tushuntirib o'tadigan bo'lsak, lokatsiya yonbosh avvalgi Kamushning yoni. Biz Xorazm bilan etajda joylashgan, lokatsiyasi dim zo'r, sentralniy yo'l, maktab, bog'cha hamma narsaga udobli. Bu yerda kelsak, bu ham zal 3,5 5,5 bo'lsa kerak. Ko'rsatib o'tsak, birini xalosanizda studiya qilib, kuxnya qilsangiz da bo'ladi. Bu ham kanalizatsiya turbalari hamma narsasi o'tib turibdi. Birini kuxnya qilsangiz da bo'ladi. Egalari bahasini 5 million 200 dan aytib turibdilar. Üstünde gelsengizler geliştirib beriladi. Naqd, barter xizmatlarimiz mavjud. Telefonlarni teyinda qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar.